Mini-распаковка. Qog'oz bizga kerak emas, bizga esa mahsulotning o'zi kerak. Tezgina va hammaga salom, sizlar bilan Komila Maqsudiyev va sizlarim nihoyat ofitsialni заявление qilaman. New Balance 9060 modeli уже utilizatsiya qiladigan payt keldi. Ularni mustorga tashlaveramiz va boshqa qayta kiymaymiz. Ha, chunki praktически har bir ikkinchi insonning oyog'ida New Balance 9060 va bizga esa tezgina 204L modelini kiyishga ulguramiz. O'tgan yili New Balance Miu Miu brendi bilan birgalikda kollaboratsiya qilib, mana bu 530SL aniq ko'rgansiz bu modelni. Kamida самый распродаваемый и самый обсуждаемый modelni ishlab chiqargandi va bu model shunaqa ham tez sotilib ketdiki, shundan keyin New Balance aytdiki, men ham o'zim chiqara olaman dedi va 204L retro stildagi krossovka parani ishlab chiqardi. Посмотрите, какие они красивые. Qiziqarli fishkasi esa bu yerda to, что ikkita har xil rangdagi shnurovka, ko'rib turganingizdek, bittasi sera, bittasi oq, umuman bir xil, hattoki qizil, ko'k, ziloniy har xil rangda olishadi. Ikkinchisini esa sayt просто o'zing bo'la olasan deb menga yubordi. Va keyingi yana bir qiziqarli moment, aynan 204L birinchi o'rinda mana bu mushroom rangida ishlab chiqarilgandi va bukvalno тоже bir oy ichida shunaqa ham tez sotilib ketdiki, menimcha juda o'xshash. Keyin ketidan pushti rangi juda ham aktualni bo'ldi, keyin esa ko'k rangi aktualni bo'ldi. Men esa просто скромненько mana bu rangini xarid qildim. Men New Balance oyoq kiyimlarini juda ham yoqtiradigan insonman, shuning uchun tezroq bularni stilizatsiya qilishga shoshib ketyapman. Siz esa iltimos kommentariyada yozib qoldiring, qanchalik sizga 204L yangi modeli yoqdi yoki yoqmadimi va umuman New Balance qaysi modelini yaxshi ko'rib kiyasiz.